Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Javohir. Bugun bizda Minecraftda 100 kun yashaymiz va bu mening orzuyim bo'lgan. Anida Aslbek tovuqlarni chopib yotibdi va shu 100 kunning ichida bizda maksimum darajada kuchayib, juda ham zo'r uy qurib, undan keyin esa nima qilsak ekan? Aytgancha shu 100 kundan tashqari yana millionlar pullar yashaymiz va bo'lib qismlarda va buning haqida jonli efirlar ham bo'ladi. Bilmem necha yillardan keyin bo'ladi. Men kutmasam Asmin kutmasam ketib qolibdi. Qarang qilyapsizlarmi? Do'stlar, aytadi to'g'ri, bunday qochoq deydi. Sen bir molni bir urib ko'r, qani qochishini keyin bil. Boyab urib ko'rim, sal yom uzoq qochib. Javohir, Men spam bo'lgan joydaman. Sen qayerga ketib qolding? Hech salomlashmaysanmi? Salomlash hech bo'lmasa. Like olsana. Salomlashim 50 ta like. Qanday tushundingiz? Bo'pti, keyingi videoda Aslbek salomlash uchun 50 ta like. Birinchi video yoki keyingi videoga bu yerda qo'ylar yuribdi. Asli esa buni olmagan. Qaranglarda. Siz qayerdasiz? Men qayerdaman? Bilmasam men qayerdaligimni. Men bu o'tin toshli asaqlar yasashga urinayotgan bo'lsam, Aslbek esa ovqat to'playotibdi. Uni qo'rqma. Men nima bekor uchun men bekorga gapirdim shuncha gapimni. Bila mol ko'rdim, shu uchaman hozir. Uchib borish shappat qo'y. Granniga o'xshab. Mana toshlasda bo'ldi. Xuddi ekstremiy rejimidagiman. Ekstremiy rejimida qop-qorong'i hamma tomon. Desam qop-qorong'i bo'ladi. Uylar. Sen uylar deysan. U ana Jamshid ham kirdi o'yinga. Jamshid hozirdan tushuntirib qo'yaman. 100 kun yashash. 100 kun. Qaydaman? Kutib oldingmi mana men? Toqqa qarab chiqib ket. Men daraxt olyapman. Daraxt olaver. Esing oldingmi? Jamshid ko'zni ochgandan daraxt oldi. Jamshid tug'ilganidan beri daraxt oladi. Daraxt olish ahmiyatda menga shu bo'ldi. Bunisi men o'tiribsan. Qornima chop qoldi. Qornima chop qoldi. Aslbek toqqa chiqib ketdi. Biz ikkalamiz chiqamiqmi? Ariq bo'yida qaysi kunlanib ketyapti. Bizlar esa bu yerda och qonun bilan yuribmiz. Tosh ovutdi. Bizlar esa och qonunda yuribmiz. Ye? Jamshid, sen skilling almashtirmabsan. Jamshid ikkalamiz skillimiz o'xshaydi. Skin tanilamiz. Qochdim. Qani? Qo'rqma, olyapti. Aslbek menga ovqat olib kel. 9 ta molga 8 ta. Hammasini pishir. Kutib turamiz. 9 ta jun. Pishir. Shuni oldim. Chunbel. Buni qaranglar. Men bu yerdan teshib kelyapman. Aslbek bu yerni yo'q qilgan. Menga ovqat tashlab, men qornim chiqadi. Nadaman? Sen tosh o'zimiz topib ko'ramiz. Biz ungacha tosh olib turadik. Mayli. Meni qornim och. Birdaniga qornim qoldi. Ya'ni ovqat qoldi. Hozir shu ham ketsa men jonim ketib boshlaydi. Keyin men seni so'raman Aslbek. Ovqat bermaganing uchun. Uy bekasini ish qilyapsan. Voh, mana shu kunlar ham yetib keldi. Meni qornim to'q. Asli yetarli qo'y borki, jun degan jun. Bitta bor. Shu bitta menga tashlab, men o'zimga yotoq yasab olaman. Menchi. Sen nechta? Sen boya menga 9 ta deyapsizku. Jun deganmi? Tir. Yo'q-a. Nima yo'qoladi? Ovqatimiz yo'q. Hamma ovqat sen to'plab keldik-ku. Endi tong otgandan keyin ovqat to'playmiz. Videoni eng asosiy joyi ovqat to'plamaslik. Yog'och. Senda ovqat bormidi? Ha, tiymi? Xom bo'lish kerak. Yaxshi, tong otsin, lekin ovqat yeymiz. Ataq. Ovqat qo'yam, tosh qo'yganmi? Mana quyosh ham chiqyapti.
Bizlar esa mazza qilurmiz, chunki ovqat to'dalanurmiz. Nima degan o'zim tushunmasman. Nur. Ehtimol bitta anavi Nima bo'l? tovuq. Aha, Ikkita go'sht chiqdi bittasidan. yaxshi, yaxshi. Orga chanjoq ketdi. Hozir. Mana shu yerga kalla tashar, mana shu yerga jonimni qo'yapsam qanchalik kam. Короче, men ketdim. Meni qornim to'q. Mayli. Ashun qornim ochqayda bizga go'sht so'ramiz. Ha. Men yozuvda ko'rdim. Bizlar do'stlar konga tushishga qaror qildik. Qorga degan kon debman. Hamma bo'linib ketadi. Keyin olmos topishimiz kerak, olmos. Birinchi navbatda shu. Hech kim bo'lishidan qat'iy nazar. O't temir. Yaxshi. Qani? Men butun oltin topdim. Uni ikkalasi tepaga qaysi ko'rgan? Yana ko'rtirsam, o'sha yerga ketib qoldim. Men temirlarni yirtib olmasam bo'lmaydi. Hop. Hammasi. Aslan, o'zimni maqtashni men ham bilaman. Mayli, maqtayver o'zlaringni. Men endi oltinni olaman. Javohir akam umrida oltinni olsa. Asi esa unday bukilmasa. Ma'nosiz gaplar. Senga o'xshatdim. Xudo Jamshid yedi va. Mayli, yebdi. Lekin asli undan battar yebdi. Bizlar ya'ni men temir asqalar qildim. Jamshid esa asli bir marta blok bilan yopib tashlaganda, u esa yo'qolib qoldi. Menga bersang-da. Yana men chiqayapman. Aslida bo'lsa lavaga tashlab o'zinglar yerdan chiqib ket desam chiqmaydi. Mana endi chiqib ketdi. Spam bo'lgan joyda kutib turib, bizlar seni oling boramiz. Ha, narsangni topib. Lavada yo'q bo'lib ketdi, lavada. Qanchasi Jamshid aytib, tepaga chiqaylik deyapti yoki yangi yer yaratak deyapti. O'tdi, men tepaga chiqamiz dedik. Shuning uchun bizlarni ham tushunib qo'yasiz. Qoch. Men g'o'labim bilan qoch. Bitta narsa. Mayli, qarchi bizlar tepaga chiqamiz. Uy qurib turamiz. Jamshid yig'layapti. Uy qurmasak, uy quramiz deb. Yig'lamam hali. Hazil, просто bunday prikol bo'lish uchun aytyapman, prikol. Sizlar bo'linglar. Narsalarimiz keyin yo'qotib yurganimiz qolsin. Keyin yo'ldan yasaymiz-ku. Sen hozir bitta gap aytaman. Men qabul qilmaydi. Men yo'q, chiqdim men. Mayli. Chiqqansan. Men shu yerdaman men. Biz birpasda chiqib keldik. Men Jamshid chiqdi. Ko'lni o'rtasida chiqib keldi-da. Men ham izdan chiqdim. Bu ko'lib o'tirmas. Biz asl jigarimizni topdik. Asl jigar qanday? Qarchi do'stlar, bizlar uy quramiz. Bitta zo'r uy. Undan keyin olmos masalasini o'zim hal qilaman. Jimida qo'y. Olmos masalasini o'zim hal qilaman. Men ikkalasi bilmaydi. Bizlar birinchisiga Jamshid aytdi, bizlar bo'lak yashaymiz dedi. Asliga aytdik, bitta katta uy yasab, hammamiz har xil xonadonlarda yashaymiz dedi. Shu bo'ladimi? Bo'ladi. Shunaqasi bo'lgan yaxshi. Qayerdan quramiz? Buni keyin hal qilamiz. Mayli. Sen gapirmasang bo'ldi. Qarchi bizlar hozir shu yerdan uy quramiz. Aslida ikkalamiz birga yashaymiz. Jami aytdi, men birga yashamayman deyapti. Yo'q, keyin keyin qilib. Sen qayerdasan, men aytgay. Ya o'zimni temir yetmaydi mayka yasashga. Qarchi jim bo'lib uy quramiz. Men kirgansimda, men endi yig'gan toshlarni Aydan tosh qilib yetyapti. Mayli, jim bo'l. Men tipil Jamshidmi? Ha. Bitta toshim qiladi bor-ku. Men beraman tosh. Tasha. Jamshid osmonda toshlar tashimay uyni qurilishga ishlataman. Tasha. Yaxshi bo'lardi.
uyning qurilishini qilaveramiz. Bu yerdan Jamshid osmonda uyda yashashni xohlarkan. O'zini xuddi osmonda uchib yuribman deb o'ylaydi Jamshid. Nechamda? Nima deb o'ylaysan? Biz nimaga osmonda uy qurding? Zerikishish shu nima degani? Zerikkandan jiyan tushib ketdim. Jiyan dema, hozir jiyan qilib tashlayman. Boya achaman, lekin loydan anaqa qildim. Biladigan. Bilasan, nopliging shu yerda bildirib qo'ying. Hazil. Ha, do'stlar, obuna bo'lib qo'yingizlar. Obuna. Nima tushib ketdim? Jim bu bukilma. Balki yangi yilgacha bizda agar 100 taga yetsak nima qilamiz? Jonli efir chiqaramizmi? Jonli efir. Davay. Jonli efir nima haqida bo'ladi? Java haqida bo'ladi. Java versiyada bizlar ya'ni nima qilamiz? Maksimum darajada kuchayamiz. Va shu haqida video bo'ladi. Kirib bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Donat ham qilish eslaringizdan chiqmasin. Donat. Va hozirchalik uyning qurilishini qilaveraman. Ha. Bitta tosh ketgan, o'sha toshni qurib Qaysi? Nima? Qanday? 120 ta. Hozir do'stlar, bolalar lekin yomon zo'r kulgili gaplar aytishdi. Yoshligimiz. Men yog'ochman. tosh. Jimotda. Yoshligimizda buvim bizlarni har xil nom bilan chaqirar edi. Hozir ham shunday chaqiradi. Aslbekda ayiq deb chaqiradi. Jamshid esa rais. Shahriyor u ham videoda ham qatnashadi. Plus hozirchalik emas. Shahriyorni esa arab deb chaqiradi. Meni esa Traktor. Traktorim mani. Kimday? Kommunida yo'qoryapti. Men? Asl nima qilyapsan menimda? Aslbek og'irga tushdi. Menmi? Kelay pastga tush. Tashi toshdi. Tosh beraman deb. Yaxshi bilachki, malades. Odam bo'lasan bu hayotda. Yaxshi, endi ketaylik. Nimam, itmanmi? Yaxshi. Ayiq sasi, ayiq. Jimbo. Hozir boya Jamshid bitta qo'shiq aytdi. O'shani men tuzusini aytaman. O'zim ham yaxshi bilmayman. Give me Messi or Ronaldo. Give me Neymar. Kim edi? Mbappe. Ha, Lewandowski, Luka Modric, Karim Benzema bir bola edi. Короче, men uni ham tuzib bilmayman. Uyimiz ham tuzib bitgan yo'q. Aslida tosh olib ketsam, siz qaysi ko'rda yurtni bilmayman. Wow, ana yerda mana shu yerda juda ham zo'r narsalar quramiz ana shu to'qda. Juda ham zo'r bo'ladi. Mana qaranglar, suvlar oqib turibdi. Ha, O'zbekistondagi qaysi bir joyga o'xshatasizlar? Bir dona joyini. Qarasangizlarda kichkinaroq soddaroq qilib aytganda shu O'zbekiston qaysi viloyatida mana shunaqa joylar bor. Shu tog'larda bor. Bizlar u yerga juda ham ko'p marta borganmiz. Sangardak. Aytib qo'y, nima aytasan? Bo'ldi endi, toshqo'llash to'xta. Men tiyildik. Tizana qanotdan chiqib ketishim. Tezroq. Men hamma narsam tugadi. Tilamchilikda boshladik do'stlar. Tilamchilik? Men hech kim tanimayman. Yo'q. Yaxshilarimni. Men hech kim tanimayman men. Bu mana kim bo'ldi buni? Ismingizni aytib yurib to'g'rimi? Oy, bu kim bo'ldi? Men tagimda tosh olayotgan. Kim bu? Kim bu bola? Jim. Onam. Jimda xotinga o'xshama, hammang. Yo'q. Kesangda jo'q. Ha, nima deysan? Tirqil. Ichiga qalay. Tirqil. Rahmat taxtaga. Qalay. Mana bizni uyimiz bitdi. Hozir tashqari tarafdan Do'stlar, men Javohirni o'yini tomida yuraman. o'zing reper, xuddi reperman. Keyin esa suvga so'kib. Keyin esa bir shapot qo'ysam, jimida men uyni atrofini ko'rsataman deganman. Mana shunday bo'lib chiqqan.
Mana uy qanaqa ko'rinishda. Mana Jamshid esa qochib yuribdi. Mana eshigimiz bu yerda, uyning ichi mana shunaqa. Kimda temir bor, suv olib kelsin. Meni yo'q. Suv olib kelinglar. O'rim bobi. Jamab tur. Mana Jamshid uyi mana shunaqa kichkina ev. Bu yana qanaqa nimasi bo'ldi bu? Sen o'z nima bloklarga qoling, tarqalayver. Masxara bo'lsa Tarqal. masxara bo'lsa uyga kirmayman. Qalay. Do'stlar, hozir video tugaydi. 10 ta like yig'ib bersangizlar shu yaxshi bo'ladi. Hammaga xayr.